Matematikadan 3-dars. Kasrlar va kichraytirish, minus, ko'paytirish va bo'lish kasrlarga. Stop, o'tgan galgi darsda shuncha layk yig'dinglarmi? Bu darsda o'ylaymanki ko'proq layk bo'ladi deb. Iltimos. Xullas, kasrlar ayirganda xalaqit berma. Kasrlar ayirganda mahraji bir xil bo'lsa, kasr suratini ayiramiz va javobni yozamiz. Mana bir misol, tekshirib ham ko'ringlar istasangiz. Qisqartirishda ikkovi bo'linadi. Kasr surati va mahraj bo'linadigan sonlarga bo'lamiz. Mana masalan, mana shu. Ko'paytiruvda kasrning suratiga ko'paytirib, mahrajga ko'paytiramiz. Darsni davom ettiramiz. Ey, kimsan sen? Abu Bakir. Kim ekan? Kommentlarda yozing nima o'ylashingizni. Endi albatta bo'lishga keldik. Bo'lishda biz kasr suratini mahrajga ko'paytiramiz va kasr suratiga yozamiz. Mahrajni kasr suratiga, keyin mahrajga qo'yib qo'yamiz va javobni yozamiz.